37 sotli yerga katta loyiha qilish taklifi tushdi. Vaqt juda ham qisqa edi. 14 kun, 2 haftani ichida qilib beringlar deyishdi. O'zi bu 3 oylik ish. Shu loyihani biz 10 kunda qilib berdik. Juda ham katta, 21 qavatli, 35 ming kvadrat o'tdi. Pastda 4 qavatli nejiloy shu biznes sentrlar uchun, keyin o'rtada 11 qavatli mehmonxona, undan keyin eng yuqori qismi shunday obzor vid bo'lishi uchun bu atrofimiz park, Disneyland. Shu lokatsiyalarni hisobga olib, quyosh chiqishlari, shamol o'tishlari hammasini hisobga olgan holda shu loyihani qildik. Lekin juda ham kichkina qisqa vaqtda qildik va tashqi ko'rinishi ham klassik uslubda, shu juda ham estetikaga ahamiyat berilgan, ham funksionalnost, ham planirovka. Endi bu yerda bir nechta bo'limlar ishladi, arxitektorlar, dizaynerlar, men ularga hammasiga boshchilik qilib turdim, qarab. Lekin 10 kunda ulgurdik, mana bu ham katta bir uspeh, muvaffaqiyat bo'lgan. Bu loyihadan keyin haligi yerni qiymati birdaniga bir 3-4 baravariga narxi oshib ketdi. Chunki bu loyihadan keyin narxini o'zini rentabelnost oshib ketib qoldi bittada. Ular ham aytishdi, "Malades gap yo'q, 10 kunda bu real narsa qilib berdilar" deb hamma xursand, rozi bo'lishdi.